Ramazon oyida ro'za tutmoqchi bo'lgan qandli diabeti bor bemorlar diqqatiga. Qandli diabet kasalligi sizni ro'za tutishingizga monelik qilishi mumkin. Shuning uchun Ramazon oyi kirishidan oldin shifokorga murojaat qilib, tekshiruvlardan o'tib, qaysi xavf guruhiga kirishingizni aniqlashtirib olishingiz kerak. 3 ta xavf guruhi bor. Bu birinchisi juda ham yuqori xavf guruhi. Bu bemorlarga ro'za tutish qat'iyan man etiladi. Ikkinchisi bu yuqori xavf guruhi. Bu bemorlar ro'za tutmasliklari kerak. Uchinchi guruh esa bu o'rtacha va past xavf guruhi. Bular shifokor bilan maslahatlashib ro'za tutish yoki tutmasliklarini hal qilishlari mumkin. Qandli diabeti bor bemorlar agar ro'za tutayotgan bo'lsa, unda kunning har xil paytlarida 7 marta qondagi qand miqdorini o'lchashlari kerak bo'ladi. Og'iz ochiq paytda esa ko'proq suyuqlik, meva, sabzavotlar, kletchatka qabul qilishlari kerak. Shirin va kofein saqlovchi ichimliklardan, mahsulotlardan o'zlarini tiyishlari kerak bo'ladi. Ikkita holatda ro'zani ochish mumkin. Bu birinchisi qondagi qand miqdori keskin tushib ketganda, ya'ni 3.9 dan past bo'lsa va qondagi qand miqdori keskin ko'tarilib ketganda, 16.6 dan baland bo'lsa, ro'za ochishi va kerakli davo choralarini ko'rish mumkin. Bu videoni qandli diabeti bor ro'za tutmoqchi bo'lgan bemorlarga yuborib qo'ying.